Assalomu alaykum uzum shinavandalari. Bugun 28-iyul. Ko'rib turgan uzumlaringni navi bu yangi nav, erta pishar. Donlari 4 santimetrdan 6 santimetrgacha bo'ladi. Damiski uzumdan ham yirikroq, cho'zunchoqroq bo'ladi. Журавчик красный. Ukrainalik qizil uzumlar qiroli Anatoliy Golubni seleksiyasi bugungi kunda pishdi. Bu uzum o'zini yomg'irlarga, ortiqcha suvga chidamliligi, kasalliklarga chidamliligi, novdalari yaxshi pishishi, mazasi, rangi, yirikligi bilan, serhosilligi bilan anchagina seleksionerlar, kolleksionerlar, uzum ishqibozlar orasida shov-shuvga ega bo'lgan. Bunga talab nihoyatda yuqori. Shu bilan o'tgan yili Rossiyaga sotaverdim. Bu yil ham 200 ta qalamcha so'rashgan. Yo 200 ta endi bilmayman, chiqadimi yo'qmi menda. Mana shuni bir ko'rsatib berdi, obzorni qilib qo'yapman. Bugun 28-iyul Qo'qon shahrida pishdi. Журавчик красный. Ajoyib uzum. Qasildoq. Rangi ham tiniq. Keyin pishgandan keyin uzoq vaqt bu tupida saqlanib turadi. Bo'shab ketmaydi. Uzum qattiq juda. Qarsildoq uzum. Qarsildoq uzum. Mazasi zo'r, shirin. Alhamdulillah yutqizgan.